O'g'a, men siz uchun yana Termiz shaharga yaqin joydan 6 sotixli gaz suv svetdan muammosi yo'q zo'r yer topib qo'ydim. Videoni oxirigacha ko'rib, like bitta qizartib turing. Men sizga to'liq ma'lumotni berib o'taman. Ketdik o'g'a. Joyimiz ko'rib turganingizdek 6 sotixdan iborat. Istasangiz 3 sotixdan 2 bo'linib ham sotiladi. Hujjatlariga kelsak, hujjatlardan o'g'a umuman muammosi yo'q. Kadastr hujjatlarigacha qilib qo'yilgan. Bu yerlarda suv, svet, internet, gazni o'zingiz qanaqaligini yaxshi bilasiz. O'g'amiz hattoki 50-60 metr qozdirib, artezan suvgacha ham chiqarib qo'ygan o'g'a. Asobini mana shu yerdan 5 metr siz uchun yo'l tashlab beriladi o'g'a. Joyimiz 6 sotiq boya aytib o'tganimda 26 ga 24 joy siz uchun ajratib beriladi. Bu yerda Toshina kassasiga keladigan bo'lsak, Termiz shahar Tinchlik mahallasida joylashgan. Ya'niki temir yo'lchilar ko'chasi. Partizanni o'zingiz yaxshi bilasiz. Ramazon shashligi bor o'g'a. Shu Ramazon shashlikni oldidan 10 qo'lga 300 metr, 400 metr ichkarida kirgan joyimiz. O'g'a, asosiysi narxiga keldik. Narxini o'g'amiz 55 milliondan sotig'ini deyapti. Biz talashib, tortishib siz uchun yana bir sotiq yerda 50 million so'mdan chiqarib qo'ydik. Sunnatiga yana 1-2 so'm kelishtirib beriladi. Ushbu raqamlarga aloqaga chiqasiz, bizdan ekaningizni aytsangiz, o'g'amiz sunnatiga sizga chiroyli narxda qilib beradi.